Assalomu alaykum hammaga, kunlaringiz xayrli o'tsin. Ertalabda mishiqni dorisini tayyorlab, ko'ziga dori qo'yishni boshladik. Mishiqni kelganiga 2 kun bo'ldi. Xudo xolasa mishiqni holati yaxshi. Onasiga yuqib bo'lmaslikni oldini olib, onasini ko'ziga ham dorini tayyorlab, tiniq qilib surkab qo'yildi. Xudo xolasa, Xudoyim shifo bersa, bir haftada mishiqimiz zo'r bo'lib ketadi inshaalloh. Odamlar bor. Issiq kunda hayvonlar, jonivorlar suv topolmay qolib qiylanadi deb turib, ma'lum bir joylarga idishlarga suv quyib qo'yadi. Odamlar bor. O'rmonga qalin qor yoqqanda qushlar ana shu qorni tagidagi narsani topib yeya olmaganligidan qiylanmasligi uchun o'rmonning ichiga kirib qahraton qishda yerni shunday qor qoplaganda daraxtlarga ovqatlarni ilib qo'yib keladi. Rahmat demaydi ali qushlar. Odamlar kelgani ham bilmaydi, lekin Alloh taolo qalbiga rahim shafqat qo'ygan, shuning uchun shunday ishni qila oladi. Yana shunday odamlar bor, hayvonlarni azoblab rohat oladi. Sadistlar deb qo'yadi buni. Birovni qiylanganligidan, azobga kirgandan, mashaqqatga botganidan huzurlanadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hayvonni, bir mushukni azoblagani uchun bir ayol jahannamga kirganligini xabarini berdilar. Qala Nabiy sollallohu alayhi vasallam dakhalat imratun nar fi hirratin rabatatha. Bir mushukni boylab qo'yganligi uchun bir ayol jahannamga kirdi. Falam tut'imha va lam tad'aha ta'kul min khashashil ard. O'zi ham ovqat bermadi boylab qo'yib. O'zi ham suv bermadi boylab qo'yganidan keyin. Qo'yib ham yubormadi o'zi tirikchiligini o'tkazishlik uchun. Mana shu mushuk ochlikdan, chanqoqdan o'ldi. Shu mushukni azoblagani uchun bu ayol jahannamga kirdi. Zaif, ojiz, notavon, xushmidi, hashoratmidi? Zulm qilyapsanmi? Demak, qalbingda rahim shafqat yo'q. Allohni senga rahim shafqat qilishidan umid qilma. Agar qalbimizda rahmat bo'lmaydigan bo'lsa, hargiz Alloh taoloning rahmatiga, shafqatiga musharraf bo'la olmaymiz. Mana endi buni muqobilida boshqa bir ayol bir chanqab turgan itga qudug'idan suv olib, kavushiga qo'yib, ichirib qo'yganligi uchun Alloh taolo gunohini mag'firat qildi. Bag'iy ayolidir, fohisha ayolidir. Bir ayol buni mushukni qiynagan uchun jahannamga ketdi. Bir bag'iy fohisha ayol bir hayvonga shafqat ko'rsatib qo'yganligi uchun jannatga ketdi. Birodarlar, atrofimizdagi odamlarga rahim shafqatliroq bo'laylik.